Guliston shahrida gigant somsa hamda 5000 so'mdan bo'lgan yong'oq somsalar. Assalomu alaykum. Bugungi obzorning sababchisi Chempion somsaning yangi filiali. O'tiradigan joydagi atmosferani o'zingizlar baho berishlari mumkin. Gigant somsadan boshlaydigan bo'lsak, 40 ming so'm ekan. 40 ming so'mga arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib keting. Ichini dobriyligini ko'rishinglar mumkin. Somsani o'zimiz usulimizda qilib yeb olamiz. Somsaning kattaligiga qaramasdan ichidagi go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan ekan. Menga yoqdi. Endi navbat oddiy standart somsaga, narxi 9 ming so'm. Bu somsaning ham go'shtlari momoygina ekan. Somsaning ichiga обязательно sous quyib olamiz hamda ichkariga qovuramiz. Bunaqa somsalar deb oshqozonga bayram qilib turish kerak. 5000 so'mlik yong'oq somsa arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib keting. Ichidagi go'shtlarning qanchalik ko'pligini ko'rishinglar mumkin. Bu somsaga ham souslarni quyib, ichkariga qovuramiz. Hammaga keladigan bo'lsak, 5000 so'mga bunaqa mazali hamda sergo'sh bo'lgan somsalarni Guliston shahrida kamdan-kam uchratish mumkin. Manzil, Gorodel ko'cha, Saxovatdan o'tganlaringda Mobi uzdi ro'parasida Chempion somsa. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlarga tashlab qo'yishni unutmang.